Yaxshimisilar kichik do'stlar? Bugun biz Chashqanchoqning tunji qish fasli degan yangi bir hikoyani anglab boqaylik. Bu hikoyam qiziqarliqmidi? Qani ham hikoyamizni boshladik. Qish fasli kirib, tunji qor bilan atrof oppoq qorga purkangan bir kuni kichik Chashqanchoq akisi bilan taloq o'ynag'ili chiqibdi. Akisi, "Qor telib o'ynaylik ukam" debdi-da, chanasini qorlar dövlangan bir do'nglik elib chiqib, chana ustida o'ltirib serilib tushibdi. Kichik Chashqanchoq, "Menmi qila olayman aka? Qara" debdi-da, do'nglikka kichik chanasini elib chiqib, chana ustida o'ltirib, "Voy" deb serilib pastga tushibdi. "Endi chufkam, muz telib o'ynaylik." Akisi konki oyog'ini kiyib, muz ustida ustalik bilan teyilibdi. Kichik Chashqanchoq, "Aka, menmi qila olayman" debdi-da, umoq konki oyog'ini putiga kiyib, akisining yoniga kelibdi. Akisi bilan ikkisi muz teyilib, xo'shal o'ynabdi. "Endi chufkam, qordan farishta, qor farishtasi yasaylik" debdi akisi. Hamda qor ustiga yo'g'on qilib ikki qanotni sizibdi. Hamda o'ttirsida o'zi yetib, "Qara ukam, qor farishtasi bo'ldim" debdi. Uksimi umoq kichik qo'llari bilan umoq qilib ikki qanotni yasabdi-da, o'ttirsiga o'zi yetib, "Aka, qara, menmi qila oladim" debdi. "Qo'lti sizibsiz ukam" debdi akisi. "Endi chufkam, qordan uy yasaylik." Akisi yo'g'on, chiroyli uydan birini yasabdi. "Aka, qara, menmi qila olayman." Ukisi kichik umoq qo'llari bilan astoydillik bilan umoq uydan birini yasabdi. "Qo'ltis qilsan ukam, bakmi chiroyli uy bo'pti" debdi akisi. "Endi chufkam, sana qaltis narsadan birini yasab beray, qarab tur" debdi akisi. Hamda qorlarni dumultib, yumaloq yo'g'on qor sharik yasabdi. Buni ko'rgan kichik Chashqanchoq, "Qara aka, menmi qila olayman" debdi-da, qorlarni dumultib, yumaloq qilib bir qor sharik yasabdi. Akisi, "Voy ukam, senmi bek ustikansan" debdi ukisiga. Uningdan keyin akisi o'zi yasagan qor sharikining ustiga yomishib chiqibdi. Uni qandaqdir bir nima bilan yasashga boshlabdi. "Endi qara ukam, bu nimaga aylandi?" U qor sharikidan nayt umoq qilib, ukisiga o'xshatib bir chashqan yasagan ekan. Ukisi uni ko'rib intayin xo'shallanibdi. Ular qordan yasagan Chashqanchoqni to'nglab ketmaslik uchun beshiga kichik do'ppa, bo'yniga sharp artib qo'yibdi. Ular tunji yoqqan qorda shunda xo'shal-xo'ram, shunda ko'ngillik o'ynabdi. Hamda ko'ngillik bir kunni oxirlashtirib, uylariga qaytishibdi. Qandaq kichik do'stlar, bu hikoyani yaxshi ko'rdinglarmi? Sizlar turayotgan joyda hozir qaysi fasl? Agar qish fasli bo'lsa, qor yoqqan bo'lsa, sizlar qandaq o'yinlarni o'ynaytinglar? Haqiqatan qor bo'ylarni yasashib, qorlar ustida dumulishib, qorlarni bir-biringlarga etishib o'ynab boqqanmi? Agar o'ynab boqmagan bo'lsanglar, bu qitim qor yoqqanda cho'qim shundaq o'ynab boqinglar bo'lamdi? Cho'qim bir ko'ngillik bo'ladi. Ma'qula, unda qo'sa bugungi hikoyamizni mushu yerda oxirlashtiraylik. Keyingi qitimli hikoyamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.